Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xudo xolasa mana yangicha ko'rinishdagi dizayndagi gul postavkalarimizni ham bitkizib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Bulari 7 talik bo'ladi, bulari 12 talik bo'ladi. Bunisi ham 12 talik, lekin boshqacha rangda. Bu Kaspiy rangda. Bulari shagrang oq rangda bo'ladi. Kromkalari ham chiroyli qilib stanoylarda bostirib kelib qilyapmiz, sifatli bo'lib. Bu tomonda har doimgidek 5 talik postavkalarimiz bor. Ikki xil variantda bo'ladi. G'ildirayligi bor, keyin noshkaligi bor, silji medioni. Bular ham sotuvda yaxshi ketyapti. Xo'p, bu tomonda oynali polkamizni qilganmiz. 360 gradusga aylanadi. Prosti 166 bo'ladi. Oldi oyna, orqasi polka bo'ladi. Orqasini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Orqasi mana xuddi shu ko'rinishda polka bo'ladi. Bemalol oyoq kiyim yoki kitob jon qilsalar ham bo'ladi, parfumeriya tersalar ham bo'ladi. Nimaiki kerakli narsalar ham bo'lsa, qo'yib turib, orqasini aylantirib qo'yib, oldidan foydalansangiz zo'r bo'ladi. Chunki etajlarga ham qulay bu narsa. Eshitayda kirishga qo'yasiz, orqasiga kerakli narsangizni qo'yasiz. Oldiga aylantirib, o'zingiz ko'rib, ustuvoshingizni o'rnab bemalol chiqib ketaverasiz. Xo'p, 5 taliklarimiz narxlari 250 ming so'm. Oynali polkamizning narxi 900 ming so'm. 7 talik gul postavkamiz 300 ming so'm. 12 talik gul postavkamiz 400 ming so'm. Bu narxlar faqat shu xonadondan olib ketish narxi bo'ladi. Mabodo dastavka bo'ladigan bo'lsa, dastavkasini pulli qilinadi. Kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Kimga shunaqa sifatli gul postavkalar zarur bo'lsa, usta bola Marg'ilonga bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldiramiz.